Endi sudya shunani eshitdi, juda ham yaxshi olib olayotganga o'xshadi. Hozir qo'yib yuboradi deb tursak 16 yil, 15 yilda farq qiladi hammasiga. Odam bilan ham nafas bo'lsin u sabulohi. Qaror chiqarishimiz tarbiya-ku. Bu degan noinsof sudlarga mana 3 ta turibdi movun, bir tiyinga qimmat hammasi. Qarab turib olishyapti. Shunaqangi qudratli odamlar turibdimi-ekan? Oliy suddan ham, undan balandini turadiganlar bormi-ekan shunaqa qilib? G'ayri insoniy zo'ravonlikka mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday harakatlar sodir etgan xodim yoki kimnidir buyurtmasini bajargan har qanday shaxs kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar qonuniy jazoga tortiladi. Shunday ko'z bilan ko'rik, ko'zini tegib katta ko'kargan, bashara qorayib ketgan. Bildim-da, vujud kalta yegan. Isboti, qani o'shani video syomkalari desa, u narsa ham yo'q. O'zim men eshitishim bo'yicha o'ta og'ir jinoyatlarda hamma narsa video syomka orqali bo'ladi. Tekshir va dedi qobiladagi gaplar asosida javobgarlikka tortishdan xalqimiz qattiq charchagan. Charchab bo'lgan odamlar. Uni sudni ko'rganlar, deydi shunaqa sud ham bo'larmikin deyishyapti-da bir qilib. Advokatlari tomi ketib qolyapti hozir ko'prik ko'rib uni. Nima bu deb? Turli nomaqbul usul va ta'ziqlar ostida olingan ko'rsatmalar ayblovning asosiy mazmunini tashkil etmoqda. Butun sudyalar hamjamiyati beparvo qarab kelmoqda. Boshqacha aytganda, hamma tomoshabin bo'lib o'tiribdi. Ta'ziq bor bo'ldimi, u ostida olingan barcha hujjatlar, dalillar nomaqbul deb tan olinishi kerak-da qonunda. Biz o'limga ham rozi edik deyishyapti. Lekin sudya ko'rib turibdi shuni. Men mutlaqo noroziman. Sandan ham, hamma butun elda oldida aytayapman. 3 oyda ichida hamma 4 ta o'ngam ishda olaman. Bugun ariza yoziladi, ertaga menga jazo ko'riladi. Lekin mana bu odam 2 yildan oshib ketdi yurtda o'tiribdi.